Assalomu alaykum ustoz, qalaysiz? Xayrli tong. Allohga shukr. O'zlaring qandaysizlar? Tinchmisizlar? Xudoga shukr. Yaxshi. Assalomu alaykum. Tak. Bugun nimadirda o'rganamiz deb yoqdik ovozli xabarda. Endi buni darslik deymizmi yo bo'lmasam bir o'zimiz уже darslik nima deydi? Darslik ham emasda. Biroq endi faqat soqqa bo'ladi-da, xudo xolasa qachongacha faqat darslik. Уже faqat pul ishlash strategiyasi, faqat pul ishlashni juda o'rganish kerak. Уже yetib keldi hamma narsa, to'g'rimi yo'q? Aytasiz. Shunga men endi o'zimcha o'ylashimcha darslikda asosiy misol uchun boshlang'ichlar uchun emas, endi ikkinchi bosqichdagilar uchun asosiy ko'p narsalarni bildik. Yana misol uchun kerakli nimalarni hali uni sekin-sekin ham uni kamaytirib, yana ko'proq baribir nima deydi? Pul topganimiz yaxshiroq. Shuning uchun bir strategiyalarni nima qilaylik, sekin-sekin keyin yana nimalarni nima qilaveramiz. Chunki vaziyat yaxshi hozir pul ishlashga. Tak, boshlang'ichlar uchun ham dars o'tamiz. Bugun yesijo'm xudo xolasa agar vaqt topib olsak dars o'taman boshlang'ichlar uchun. Lekin hozirda o'zi asosiy boshlang'ichlar uchun va ikkinchi nimadagilar uchun-ku, ya'ni yaxshiroq biladiganlar uchun. Shuning uchun hozir yaxshiroq biladiganlarga nima qilamiz? Endi buni hozircha o'zimcha bir tweak qilib ko'rdim. Hozir ikkalasi absolute strange degani buni bu indikatorda bilasizlarmi, yo'qmi? Xabarim yo'q. Lekin yaxshi indikatorlardan bu make it work, ya'ni yaxshiroq ishlashi uchun hozir shuni ustidan ishlayotgandim. Qaysi bir yaxshiroq ishlaydi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb o'zi ofitsial nimasi buniki anaqa holatda bo'ladi, ya'ni buni 15.4 deb olsak, reset beramiz. Bu mamlaqa holatda bo'ladi. Mamlaqa holatda bo'ladi. 15.4 deydan bo'ynagi mana shunaqa. Tak, endi qaranglar. 15.4 deb qo'yaylik. Bu absolute strange histogram. Mana bu o'zlaring olsalaring internet nimadan absolute strange histogram, ya'ni versiya 2. Versiya 1 ham bor, вообще versiya 1 yozilmagani bor, ikkinchida yozilgani bor. V2 ni olamiz. V2 xuddi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, bir xarob ko'rinishda. Bu ko'rinish bizga kerak emas. Buni ozgina chiroyliroq qilamiz. Ya'ni buni qanday chiroyli qilamiz? Buni bizda strange deb tashlaymiz. Mana bizda mana kuchuk kerak emas. Mana nimani ko'rsatadigan histogram deyiladi bu narsa. Histogramni olib tashlaymizda, pilotga kiramiz. Mana pilotning ichiga kirsangiz, mana buni eng arig'iga qo'yamiz, ya'ni ariq qilamiz. Buni yashil qilamiz. Bunaqa yashil holatda qilamiz. Ikkinchisini ham pilotga kiramizda, buni ham ariq holatga qo'yamiz, bunisini ham ariqqa qo'yamiz. Buni ham xohlasangiz mana bunaqa tursin, yoki bo'lmasa qizil qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni qizil nima. Endi bu bo'ldi. Boshqa bunda sizlarda qarang 913 bo'ladi. 913 da o'zini ham qo'ysangiz bo'ladi, lekin 913 da men sal nimaroq o'z vaqtida 913 da ishlanadi bu. Ya'ni nastroykasiga mana bunaqa kirsak, period evaluation, bo'lmasam bu period evaluation как fast slow. O'zi hamma indikatorda shunaqa. Fast bor, slow bor, ya'ni tez ko'rsatadigan, slow ko'rsatadigan. Buni qanday ajratib olish mumkin? E'tibor bersangiz, mana bunaqa tez mana qarang, yaxshi qimirlagani bu fast deyiladi, ya'ni tez. Mana bunaqa qimirlaydigani, ya'ni yashil, bu qizil, yashil bu slow, ya'ni slow indikator. Tez narxlar o'zgargani bilan opshisini olib yig'indisini chiqarib beradigan indikatorda bu. Endi vaqtda indikatorlar o'zi nimasi jarayoni shunaqa bo'ladi.
Endi 913 da e'tibor bersak, 913 ga e'tibor bersangiz, mana bu yoqda misol uchun qizil, bu o'z vaqtida hozir birinchi tushuntiray. Misol uchun qizil bo'lganda, mana bu qizil tepaga kirganda mana overall'da olamiz. Bunga umuman e'tibor bermanglar. Buni hozir keyinchalik tushuntiraman. E'tibor bersangiz, mana bu yoqda qizil bo'lganda biz shortga kiramiz. Mana bu yashil bo'lganda, yashil ya'ni tepaga chiqqanda biz longga kiramiz. Bu tushunarli bo'ldi вообще-то nima qanaqa narsalarga. Qizil agar tepada bo'lganda, yashil pastda bo'lganda biz shortga qiziqamiz. Yashil tepada bo'lib, qizil pastda misol uchun ikkalasi cross bo'ladi. Mana hozir misol uchun mana bu misol uchun mana bunaqa bo'lib cross bo'lsa, ya'ni qizil pastga bo'lib qolib, yashil tepaga bo'lsa, demak tepaga ketadi degan ma'noni bildiradi. Tak. 5 minut, 15 minutlik time frame ili bo'lmasa 5 minutlik time framelarda ishlasalaring bo'ladi. Buni yana misol uchun qanday qilib nima qilsak bo'ladi? E'tibor bersangiz, mana bu yoqda misol uchun bizga yashil yonyapti-da, keyin bizga как signal bo'lyaptiki, longga kir. Longga kir deyilyapti. Mana bu yoqda e'tibor bersangiz, longga kir. Biz longga kirsak, bu ya'ni sideway yo'nalishida o'ynayapti. Ya'ni mana bu yoqda ham mana oddiy mana bu yoqda o'ynasak, mana bu yoqda o'ynasak deb mana bu yoqda ko'rsak, mana misol uchun bizga shortga kir deyilyapti. Xo'p, aytganini qilamiz. Shortga kirdik. Bizga tepaga misol uchun ketdi, yana pastga, bizga shortda yana chiqib ket, long bo'ladi deyapti. Long bo'ladi deyapti mana bu yoqda. Lekin bizga yana long bo'lmasdan turib, yana bu pastga kirib olyapti, yana short davom etyapti. Yana prosta biz mana bu yoqdan chiqib ketgandik bu indikatorga, mana bu yoqqa ishonib. Lekin yana bu necha foizga tushib berdi? Ya'ni bu mana bu yoqda 2% ga tushib berdi. Bu degani biz 2% dan quruq qolib ketdik. Shuning uchun ham buni hozir men hozir yaxshiroq deb bildim. 15 u 4 ga qo'ysangiz bizni nima qilmaydi, как ko'p puldan qoldirib ketmaydi. Ya'ni hozir bizga chiqib ket degan signal o'sha bizda mana bu yoqda bo'lyapti. Mana bu yoqda bo'lyapti ekan. Bu degani bizda bo'yna mana bu yoqda edi, chiqib ket degani. Endi bizda mana bu yoqda deyapti. Shuning uchun smooth, ya'ni silliqroq qildik. Nu bu yoqda hozir endi bizda chiqib ket degandan keyin yana qancha misol uchun nima bo'lyapti bu yoqda? Yo bizda chiqib ket degan hozir bu yoqda. Bu yoqda pastda, mana bu yoqda chiqib ketyapti. Bu ham xuddi qarang. Bizda chuqur signal berdiki, stop chiqmasligi uchun. Mana bu yoqda. Hozir buni ustidan yana pastroqdan ochib ishlatgandim. Ya'ni buni yanada yaxshirog'ini hali aytaman. Hozir RCI yana boshqasini topdim. RCI mana bu weighted, ya'ni volume bo'yicha ili MA bo'yicha qidiradigan yoki bo'lmasam bu bo'yicha, ya'ni kijun bo'yicha kalkulyatsiya qiladigan yo'lini topdim. Hozir mana bu sign weighted degani yaxshiroq. Nu lekin вообще-то hozir uni keyinroq aytaman. Eslaringda, men absolute strange shunga nastroykasini mana shunaqa qo'yinglar deb aytaman. Что yaxshiroq signalni hozirchalik immunni yaxshiroq variantini ko'ryapman. Chunki bu o'zi aslida ko'pincha forex ga ishlanadi. E'tibor farqini bilsangiz, forex bilan kriptoni farqini. Kriptoda tez tushish bo'ladi yo tez ko'tarilish bo'ladi. Shuning uchun ko'p indikatorlar ozgina lagging, ya'ni miyasi sal achib qoladi. Tez bo'lgani uchun yoki tez ko'tarilib mana shunaqa holatlar, sideway holatlar juda tez bo'lib qoladi. Shuning uchun вообще-то forexda agar именно o'sha absolute strange ko'rsangiz shu Instagramda chotki ishlaydi. Shuni endi misol uchun men ko'pincha ko'p nimalarda bitcoin ya'ni kriptovalyutalarga yaxshiroq qilish variantlarini ko'ryapman. Bitta narsani misol uchun men sizlarga aytishim mumkin bo'ladi. Indikatorlar juda ham ko'p. Orasida buni yaxshiroq indikator ham bor, yomoni ham bor, boshqa balo battari ham bor. Bu degani indikatorlarda hammasi bilan ishlash kerak, yo bo'lmasam indikatorlar bo'lmaydigan narsa emas. Shunaqa yaxshi indikatorlar chiqyapti. Prosta u indikatorlarda qanaqa qilib ishlatishni bilish kerak, asosiysi. Uni qanaqa ishlatishni bilmasangiz, to'g'ri foydalanmasangiz, u tavk yo'q. U indikator bilan ishlash yo bo'lmasam uni yo o'zingiz ustida qayta misol uchun sizga to'g'ri keladigan darajada qilishingiz mumkin. Ili bo'lmasam shu qilgan odam sizga o'rgatishi kerak, kimdir. Ya'ni misol uchun men o'rgatishim kerak. Chunki men nimadan o'tkazdim, sizlarga misol uchun o'rgataman. Shuning uchun bu absolute strange Instagram nimani storiyada endi Instagram
hozir bitta yaxshi nimasi long yoki bo'lmasam shortga kirish uchun yaxshi ishlanadigan narsa. E'tibor beramiz. Mana bu yerda doimiy misol uchun 15 minutlikda ham e'tibor bersangiz, bu уже hammasini по-моему tushunarli bo'ldi. Mana misol uchun mana bu yerdan bizga mana bu yerda o'zidan longga kir deyilyapti. Ya'ni mana bu yerda price mana long deyilyapti. Biz mana bu yerdan long ochamiz. Long ochdik, pump. Ya'ni tepaga ketdi. Ya'ni necha foizga tepaga ketdi? Hozir mana bu yerda biz kirganimizda 355% tepaga ketdi. Xo'p, endi qayrish hosil qildi. Yana pastga deyapti. Mana bu yerda o'zidan endi pastga deyapti. Xo'p, mana bu yerdan pastga biz kirganimiz dedi. Ya'ni mana bu yerda kirardik. Bunda bizda qanchagacha nima olib keldi? Ya'ni bizni chiqish joyimiz mana bu yerda bo'ladi. Tak, biz agar mana bu yerda agar kirganimizda, ya'ni mana bu yerda kirganimizda bizga chiqish dang mana bu yerda bo'lardi. Agar nimaga ishonsak, indikatorga. Agar bo'lmasam levelni bilsangiz, ya'ni levelni hozir uni qanaqa qilib tushuntirishni ham aytaman, чтобы mana bunaqa signal bo'lganda chiqib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Chiqib ketmaslik uchun. Misol uchun mana bu yerda siz chiqib ketdingiz, lekin yana mana shuncha tushib berdi. Ya'ni bu degani, ya'ni siz 2% nimadan sal quruq qolib ketdingiz. Bekor chiqibman-da buni ishonib. Yana tepaga ketar ekan-ku bu iflos deb misol uchun o'zingizga o'zingiz aytishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa bo'lmasligi uchun siz bilishingiz kerak. Ya'ni key levellarda, ya'ni qayerga kelib bu support zona bor. Qayerda kelib bunda поддержка zona bor. Yoki qayerda resistance zona bor. Misol uchun deylik, oddiy misol, key level bor deylik. Mana bu yerda oldin bizda support bo'lgan. Ya'ni gorizontal misol uchun olsak, mana bu yerda bizda support bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lmasa undan teparoq mana bu yerda resistance mana bu yerda o'ynagan, tepaga pastga, demak bizda mana bu yerda support bor ekan. Yoki bo'lmasa mana bu yerda ham yaxshi urilgan, pastga ketgan. Xo'p, bu yerga misol uchun key level deb olsak buni ham. Endi mana e'tibor beramiz. Har bir misol uchun key levelga urilganda misol uchun pastda, tepaga mana bu yerdan e'tibor bersangiz, mana bu ham kichkina bir yana pastga qaytarib, yana misol uchun urgan, yana pastga qaytarib, mana bu yerda o'ynab, yana support, idealishim sizga. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa misol uchun shu levellar o'ynayapti. Shuning uchun bu levellarni bilishingiz kerakki, siz chiqib ketmaslik uchun. Endi e'tibor bering, misol uchun mana bu yerda shu price kelyaptimi? Siz key levellarni bilishingiz kerakki, nima uchun? Siz mana bu yerda kelganida siz aytasiz, men nima uchun bu yerdan chiqishim kerak? Xo'p, bunga ishondim. Indikatorga chiq deyapti. Lekin men hozir nima uchun chiqaman? Key level menda pastroqqa-ku. Yoki key level bu yerda-ku. Demak, mana bu yoqqacha aniq keladi degan nazarda misol uchun chiqishingiz kerak bo'ladi misol. Mana bu yerda chiqishingiz kerakdir. Lekin hozirgi turgan joyimizda ham misol uchun key levelda mana bu yerda olsangiz, bu shuni evaziga bir tepaga ketish qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun volume boshqa balo-battar qaysi key levellar kuchga ega, uni bilsangiz, bu o'zingizga foyda bo'ladi. Yana dalishni misol uchun chiqib ketishingiz uchun yordam beradi. Ya'ni ko'rko'ronni faqat buni indikator chiqib ketyapti yo chiqib ketaman, endi chiqib ketmayman deyapti. Yoki bo'lmasa yana bitta misol uchun yaxshiroq variantda indikatorni misol uchun olingda, emailni ochsakchi, emailda agar по-моему pastda turgan, emailni o'zida hozir ko'ramiz. Bu yerda style ko'pincha mana bu yerda emailni o'zidan olsangiz, mana bu yerda ya'ni chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda emasda, endi emailni o'ziga support bo'ladi desangiz ham, mana bu yerda chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana misol uchun bitta bing bo'ldi, ya'ni misol uchun support bo'ldi, lekin indikator chiqib ketma deyapti. Xo'p, chiqib ketmaymiz. Mana bu yoqqa kelganda bizda chiqib ket deyapti endi. Shuning uchun mana bu yerda o'zidan siz ko'rasiz, ya'ni market strukturani e'tibor berib turasiz shunda. Ya'ni chiqib ketish qanday bo'ladi? Ya'ni market strukturasi hozir misol uchun high, low, high, low, high, low, high, high, low, high, low, high, low, high. Agar low bo'lganda yana bitta mana bunaqa high qilsa, demak nima bo'ladi? Sekingina chiqib ketsak bo'ladi endi ishonib. Chunki market struktura low time frame da o'zgardi. Ya'ni endi yana misol uchun mana bunaqa qilib dalish tepaga ketishi mumkin bo'ladi. Lekin biz e'tibor beryapmiz mana bu yerda low, high, low, high, low, high bo'lyapti-da, biz chiqib ketamizmi yo'qmi kuzatib o'tiramiz. Bang, yana low bo'ldi. Endi bu yerda ham misol uchun chiqib ketamizmi yo'qmi buni ko'ramiz. Mana bu yerda high bo'lyapti. Endi agar misol uchun yana pastga tushib, o'sha tepaga mana bu yerdan yana support bo'lsa, demak bizga nima bo'lyapti? Market struktura o'zgaryapti. Demak biz chiqmaymiz. Chiqamiz. Agar lekin
bunaqa bo'layotgan bo'lsa, misol uchun mana kelib, yana mana bu yoqda pastga уже kirib ketdi, bo'ldi. Yana bemalol o'tirsak bo'ladi. Уже yana retest, yana dalish pastga, lekin mana bu yoqda yana tepaga ketdi. Уже bu yoqda kuch bor. Mana bu yoqdan уже bizda indikatorimiz aytyaptiki, chiqib ket. Biz konkret yana biz chiqib ketsak bo'ladi. Nima uchun? Market strukturani shunagina olamiz. Bizda mana bu yoqda tepasiga chiqdi, ham signal bor. Уже mana bundan уже aniq chiqib ketsak bo'ladi. Shunda biz miss out qilmagan bo'lamiz. Ya'ni mana shuncha, ya'ni 1% ekan. Agar tepadan pastga qilsak, 79.79% sal kechroq chiqib ketdik bo'ladi. Ну, endi уже kim 2% dan ko'ra 0.79% ga kamaydi. Ya'ni 1%imiz ham 50 bilan kirganingizda ham ancha pul bo'ladi. Ya'ni 50% degani nima? Yo'q. 50%. Shuning uchun mana shu taraflamani market strukturani ham bilishingiz yo boshqa narsalarni bilishingiz shart bo'ladi. Именно bu struktura bu nimada, ya'ni Absolute Strange istoriyada, histogramda. Так, bu по-моему ya'ni long signal или sell signal, buy signal tushunarli bo'ldi. Qachon, qanaqa, qayerda ishlatish kerak? Bu EMA'ni nima uchun ishlatamiz? Ya'ni har doim misol uchun low time frame da ishlayapsizmi? EMA'ga qiziq, EMA yaxshi tarafi nima bo'ladi? EMA misol uchun EMA'dan tepada narx bo'lganida ko'pincha longga qiziqiladi-da, misol uchun. Ya'ni tepaga ketishga tarafdor ko'p bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana bu yoqda e'tibor bersangiz, long qidirasiz ko'pincha. Yana misol uchun pastroq ham kelgan payti mana bu yoqda yetar yetmas long mana bu yoqda ham yana misol uchun long, mana bu yoqda ham hozir endi misol uchun long bo'lishi mumkin. Agar misol lekin hozirchalik indikatorimiz short deb turibdi mana bu yoqda, ya'ni mana bu yoqqa tushganida short deyapti. Bu nimani evaziga misol uchun short deyapti? Ya'ni mana bu yoqda o'zini olsak, men hozir mana ikkinchi indikatorning sababini qilayotgan, mana ikkinchi indikatorga e'tibor bering, bizda shortni ertaroq ko'rsatmayapti-da bu. Men shuning uchun buni ustida hozir ishlatganim sababi, bizda market struktura mana bu yoqda buzildi. Ya'ni bizda misol uchun tepaga pastga market struktura buzildi, bang misol uchun oqib ketdi. Men shu narsani nima qilmoqchiman? Oldinroq ko'rsatish kerak edi. Ya'ni mana bunga e'tibor bersangiz, mana bu yoqda mana misol uchun mana bu yoqda ko'rsatgan, mana bu esa ikkinchi hozir qilayotganim mana bu yoqda ko'rsatyapti. Ya'ni mana bu yoqda ko'rsatyapti. Bu degani mana bu yoqda o'sha bizda short ochkin deb ko'rsatyapti. Chunki bu qanaqadir kalkulyatsiyasiga pin by rejection ham bor. Mana buni ham hisobga olyapti o'sha. Boshqacha hisoblab menga mana bu. Bunda esa o'sha mana bu yoqqa kir deb aytyapti. O'sha pastga salgina necha foizli tushish, mana shu ham misol uchun mana shu tushishni ham olsangiz, ya'ni bizga 0.79 pastga 1% lik tushishdan kech aytyapti. Shuning uchun bunisini aytaman. Yana misol uchun hali nastroykalarini aytib nima qilaman. Nu mana shuni hozirgi mana shuni o'zidan ham misol uchun ishlasangiz bo'ladi. Nu mana buni agar aytilganda ham bizda mana immuno market struktura konkretni buzilgandan keyin mana market struktura buzildi. Mana bu yoqda misol uchun buzilish mana bu pin by rejection bor. Misol uchun tepaga bulga ham kuch yo'q, pastga ham neutral zonada bo'lib qoldi. Nu berishga ko'proq, chunki qizilda bo'lib turibdi. Pastga o'sha kuch, yana pastga market struktura buzildi mana bu yoqda. Mana bu yoqda men misol uchun short ochdim. Telefonimda misol uchun hozir ko'rsatishim mumkin. Shortni yopdim ham. Misol uchun mana bu yoqda ochdim. Short boynaga teparoq mana bu yoqda misol uchun ochdim. Short teparoqda mana bu yoqda. Undan keyin shortim yopilgani qayerda edi? Shortim yopilgani по-моему bilmayman. Qayerda yopdim shuni? Shortni yopdim, mana bu yoqda yopdimmi, bunisida yopdimmi, ish qilib mana bunda по-моему yopdim shortni. Yana misol uchun tepaga ketdi. Mana bu yoqda yana short ochdim. Bu shortimni keyin mana bu yoqda yopdim. Range bo'ladi deb, chunki rangedan savdo qilishni yomon ko'raman. Mana bunaqa pastga ketdi. Yana tepaga ketib, yana pastga ketgandan bo'ldim. Значит, bu yoqda range bo'ladi dedimda, men chiqib ketdim. Shortimni yopdim. Lekin yana tepaga ketib, yana misol pastga keyin qiziqmoqchi emasdim. Keyin mana bunaqa qarasam, o'sha market struktura buzilganida men birdaniga mana bu yoqda shuni buzdi, mana shuni shunaqa buzdi. Tagiga misol uchun yopildi, mana shunday kendil. Birdaniga kirib oldim. Iddarish tepaga, pastga misol uchun birdaniga oqib ketdi, misol uchun ko'rdingiz. Mana bu yoqdan chiqdim. Immundan mana shu yoqdan. Misol uchun keyin siz aytishingiz mumkin, qayerdan chiqding, nimaga qarab, nima qayerdan bilding mana shu yoqda chiqishni deyishingiz mumkin. Bunda
birinchi navbatda misol uchun key levellar, ya'ni misol uchun support bo'lgan zona nima uchun bu yoqda misol uchun support zona bor edi, nima uchun bu yoqdan chiqmading, bu yoqda support zona, imенно bu yoqdan chiqding desangiz, bunga misol uchun hozir aytishim mumkin, ya'ni misol uchun key levellarda misol uchun qiynaladigan odamlarga bir yaxshi nima bor, bunda ham BJ yozamiz. Uzr, BJ mana bu BJ yozsangiz key levels degani bor. Ya'ni key levels, BJ key levelsni ochamiz. Bu yoqda misol uchun buni o'chiramiz. Bu yoqda ham buni turib tursin, mayli, indikatorga kiramiz. BJ qani BJ ga kiramiz. Key levelsga kirsak, mana bu yoqda bizda kichkina time frame'ni ochamiz. Mana 5 minutlik qarab turaman, doim kirgan. Mana bu yoqda immundan mana e'tibor bersangiz key level turibdi. Bu bizda qanaqa indikator? Bu bizda key levellarni ko'rsatadi. Qaysi biri key level, qayerda misol uchun support zona bor, qara. Mana e'tibor bersangiz, bunday joydan chiqmaganim sababi bizda mana bu yoqdan misol uchun chiqib ketsa bo'lardi. Lekin bu yoqda hozir immunni bu уже nima qildi? Как bo'ldi, как bozorda уже buni yig'ishtirib bo'ldi deganda, shuning uchun bu уже bizga nima bo'la olmaydi, key level bo'la olmaydi. Shuning evaziga mana bu esa lekin bizga bu yoqqacha kelyapti. Demak, bu key level bo'la oladi. Shuning uchun mana bu yoqda men shortni yopdim. Mana hozir ko'ryapsiz, dalish misol uchun yana tepaga ketishni boshlayapti. 5 minutlik time frame ni ko'rsangiz, mana bu уже bizda signal bo'lyapti. Tepaga kirish uchun. Mana tepaga kirish uchun signal bo'lyapti. Boynaga ikkinchi qilayotganim esa bu oldinroq уже signal bo'ldi. Ya'ni bunda signal уже mana bu yoqdan bo'lgan. Mana bu yoqda desak ham, уже signal mana bu yoqdan bo'ldi bunisiga. Bu endi bo'ldi. Tak, hozir kirganimizda mana bu yoqdan men kirardim, misol uchun bunga ishonib kirgandim, ya'ni boshqa endi hozir qilayotganimga, misol uchun sizlarga tavsiya qilayotganimga esa sal bu yoqdan уже kirish bo'lyapti. Bu yoqda misol uchun hozir kirsangiz, ya'ni misol uchun mana bu yoqda ili bo'lmasa mana shu yoqdan short long ochsangiz ham bunda e'tibor berasiz. Mana bu yoqda misol uchun bizda уже как signal bor kirdinglar. Lekin bitta narsa ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu mamlaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni worst scenario deydi-ku, eng yomon ko'rgan joyim ham misol uchun mana shunaqa consolidationni kelgan payt savdo qilish. Bunda уже tez chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Hozir mana bu yoqda ham kirsangiz, mana bu yoqqa kirsangiz, sizni mana bu yoqqa mandan tushib, bunda minus bo'lmaysiz. Yana misol uchun yana tepaga chiqib mamlaqa holatlar qilishi mumkin bo'ladi. Bu esa mana bu yoqda mamlaqa, mana bu yoqda mamlaqa, mana bu yoqda yana mamlaqa, mana shunaqa o'ynab turadi. Shuning uchun lekin kirsangiz bo'ladigan bo'ladi. Chunki buni bilmaysiz. Ertaga misol uchun qanaqa ketib qoladi yo narsa bilan. Nima uchun? Sababi hozir men ham misol uchun volume yo'q. Volume e'tibor bersangiz, volume juda ham kam. 5 minutlikda hech qanaqa volume yo'q. Endi buni keyingi darsda o'rgataman. Volumlarda immunni mana shu volume emasda yana boshqa volumedan qanaqa bilish, ili bo'lmasa bunagi SC mana bu o'rgatgan nimam bor-ku, yana mana bu STC. Mana shu STC ni ichiga dabavka yana ikkitagina narsa qo'ysangiz, indikatorda qo'ysangiz, u yanada уже win rate'ingiz hozir sizda 10 tadan 8 tasini, 6 tasini, 7 tasini to'g'ri aytayotgan bo'lsa, уже 10 tadan sizga уже 9 tasini past to'g'ri aytadigan bo'ladi. Shuning uchun birinchi buni nima qilyapman-ku, уже siz chalg'ib qolishingiz mumkin. 5, 6, 7 ta уже indikator bilan jinni bo'lib qoladi. Odamlar tushunmay narsa qilmay. Shuning uchun mana bu ham qanaqadir sizlarga yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni BGK levels buni ham olib qo'yinglar, ya'ni key levellarni bilish uchun. Ya'ni misol uchun markaz strukturi mana bu yoqda o'zgardi, mana bu yoqda bizda signal bor. Bu ikkinchi qilinayotgani hozir indikator ishlayotganim bu oldinroq misol uchun beryapti. Mayli, buni ham aytaman. Buni ham misol uchun nastroykasini hozirchalik sal yaxshi deb o'ylayman. Agar bu, lekin Absolute Strange V2 boshqachasi bu salgina. Bilmayman qayerdan oldim buni. Bunda RSI 8 bo'ladi, 1 bo'ladi, sign weighted deganiga qo'yasiz. Offsetlari hech narsani tegmaysiz, bular shart emas. Style'ga ham kelsak xuddi shunaqa. Misol uchun mana bu yoqda misol uchun istoriyani o'chirasiz, bunda ham misol uchun beardni o'chirasiz, build line bilan beard line qoladi, ikkalasini ariq qilasiz, yashil bilan qizil qilasiz, bo'ldi, okey.
oldinroq ko'rsatyapti. Bu просто так, sababi bu nimani o'zgartirganim uchun, bir ikki nastroyka joylarini o'zgartirganim uchun bu boshqacha. Lekin agar bu kerak bo'lmasa, mana shuni o'zidan ishlasangiz ham bo'laveradi. Bu birinchi yana bitta misol uchun indikatorlarimizdan biri. Endi bu bilan cheklanib qolmaymiz. Buni o'chiraman. Buni BG levels по-моему tushunarli bo'ldi. Buni ham o'chiraman. Key level'larini ko'rish. Buni ham o'chiramiz. Yana bitta misol uchun o'rgataman. Mana BG deganda yana esim keldi. BG ni misol uchun olamizda BG TCI degani bor. Mana bu yerda bilsangiz, mana BG TCI. Tak. BG TCI ni uzr hozir bu yerda o'chiraylik. Indikator BG tak. BG qaysi bir edi? BG hamma. Bu yerda BG ham bor. Bizda endi yana bittasi kerak. BG T. Triple TCI. Tak. Style. Yo'q. Bunda bizda bo'ladi BG. Hozir. Triple TCI. Super weight levels. BG ham ko'payib ketdi. Spare script. Triple mastered. Yo, mana shuni o'zi по-моему. Просто bu nastroykasini oldin o'zgartirganmanmi, reset. Bu nastroykasini o'zgartirgan ekanman. Mana shu. BG TCI. Bu xuddi o'zimizda TCI bitta strategiyani o'rgatgandim-ku, TCI mana bu True Strange Indicator. Buni ham xuddi shunga o'xshab o'zgartirganman. Mana bu yerda misol uchun 25 long 25 12 1 buni ham xuddi shunaqa qilib qo'yganman. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ham agar kirsangiz 25 5 14 turibdi. Buni ham xuddi mana bunga o'xshab 25 12 1 qilganman. 25 ya'ni bunisi 12, mana bunisi 1 qilganmanda style'ga kirib pilotda histogram qilganman. Shunga buni bir xil ko'rsatgan ekan. Attak bu ham xuddi TCI o'zidagi narsa, lekin kimdir uchun bu TCI dan ko'ra bu misol uchun buni kimdir haligacha tushunmagan по-моему ishlatmayapti. Lekin TCI вообще mana shunaqa nastroykasi bu eng zo'r nastroykalardan biri. Mayli, misol uchun TCI ni o'chirib tashlaymiz. Bu yerda kerak emas. Bu ham xuddi shunaqa, faqat BG ni o'ziga moslashtirilgani. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda misol uchun long yoki short signalimiz bizda mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni bizda mana bu yerda levellarni e'tibor bersangiz, mana bu bunaqa holatga kelsa, ya'ni misol uchun qizil, bu yerda mana bunaqa rang, bilmayman qanaqa rang mana bu. Вообще-то mana bu rangdan qizilga rangga o'tadi. Qizil rangga mana shu yerda o'tishida bu yerda ham line crossover bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerda ham yaqinroq qilamiz. Balkim telefondan ko'rayotgan bo'lsangiz hozir ko'rinmayotgandir. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana bu liniyamiz tepaga o'tadi, bu yashil pastga o'tadi. Hozir buni yashil emas-ku deyotgan bo'lsangiz, buni yashil emas-ku deganlarga yashil qilib beraman. Ya'ni zero line, bu yoq zero line kerak emas, oversold kerak emas, bu ham kerak emas. Bar color, yo'q, bar color turaversin, overblock ham kerak emas. Bu yerda yashil qilamiz, buni ham yashil qilamiz, buni ham yashil qilaman. Dang, buni ham qizil. Dang. Hozir bir minut. Mayli. Oling. Tak, buni ham xuddi shunaqa narsa. Qizil mana shu imina crossover bo'lgan vaqt, bu ham crossover bo'lgan vaqt, to'xtang hozir 1 minut mana chalg'itish mumkin. Bar colorni o'chiraylik. Mana bu yerda qizil bo'lgan vaqt, bizda ham mana bu yerda bizni ko'rsatyapti. Biz bu signalni beradiki, ya'ni long, short uchun pastga. Mana bu yerda e'tibor bersangiz pastga ketdi.
hozirgi nimada уже ya'ni misol uchun longdan уже chiq. As long as ya'ni misol uchun mana shu pastga tushib уже mana bunaqa bo'lgan holatda misol uchun men chiqdim mana bu yoqdan, lekin indikator menga mana bu yoqda chiq deb aytyapti. Ya'ni mana bu yoqda chiq deb aytyapti. Shuning uchun aytyapman, levelni bilishingiz o'zingizga ham qachon chiqishingiz, qachon kirishingizga ham yaxshi narsa. Indikatorni faqat o'ziga emasdan levelni bilishingiz ham, ya'ni sizga foyda beradi. Уже mana shu yoqdan chiqib ketish bilan mana bu yoqda chiqib ketishdi, ya'ni siz 0,61% normalniy pul degani, misol uchun 50x bilan ham. Shuning uchun mana shu taraflama bu foyda bo'lyapti. Immunnoy levelni bilishingiz, lekin indikatorni o'zi esa bizda aytyapti shortga kirish mana bu yoqda. Chotki vaqtda aytgan bu, men xohlagan vaqtda misol uchun chiqish esa sal kechroq aytilyapti. No, chiqishni mana bu yoqda aytyapti. Balki misol uchun mana bu yoqda o'zidan hozir dalshi misol uchun ketar, mayli bingodir. Lekin bu yoqda hozir misol uchun bizga aytyaptiki, mana bu yoqdan уже long ochish. Ya'ni bu yoqdan hozir long ochsangiz ham mana bu yoqqacha hozir ketdi. Endi bu necha foiz deb olamiz bu yoqdan? Mana bu yoqdan ekan misol uchun kirish, mana bitta confirmation, hozirgi turgan joyi 0,23, hali kichkina, hech qanaqa narsa emas. Shuning uchun bu indikator ham bor, ya'ni BGTCI ni o'zi bilan ishlash. Или bo'lmasam BGTCI da hozir по-моему Diamond Eye ko'p ishlatadilar, bu kishiga foyda bo'ladi. Men bu kishiga aytaman, buni ham agar xuddi nimaga o'xshab 25 TCI ga o'xshab 25 TCI nastroykasi necha TCI Trust indikatorda kiramiz. Mana xuddi nimaga chiqmadi? Mana bunga o'xshab qilsak ham, bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Breakoutlarga yordam beradi. Ya'ni breakout nima u? Bizda market strukturasi mana bu yoqda o'zgardi. Mana mana shuni e'tibor bersangiz, market struktura o'zgargan paytda birdaniga уже bizga nima bo'lyapti? Ya'ni shortga kir degan narsa bo'lyapti. Bizda ham mana bu indikatorimiz shortga buni sal oldiroq ko'rsatyapti bunda. No, ikkalasini nastroykasini agar qilsangiz bir xil bo'ladi. Ya'ni style bu yoqda inputga kirib, buni ham misol uchun 25 12 bir qilsangiz, style'ga kirib mana buni histogram qilsangiz, mana bunga o'xshagan mana bir xil narsa bo'lyapti. Bizda long kirish mana bu yoqda уже nima buzildi, market struktura mana bu yoqda уже buzildi deyapti mana bu yoqda. Bizda уже longga mana bu yoqda confirm bor, ya'ni breakout bo'ldi. Bemalol mana histogram, ya'ni BGI histogram или TCI, bu TCI ham xuddi ikkalasi bir xil narsa ko'rsatyapti. Nimaga ko'rsatyapti? Bizda shortga kirishimizga confirmation, ya'ni pastga kirishimizga ruxsat. Bizda mana bu bor, pastga kir, breakout, market struktura buzilyapti, buzildi. Histogram bana BGI, RCI ham ko'rsatadi, или TCI ham ko'rsatadi. Bu TCI da o'zini ham misol uchun nima qilsangiz, ya'ni mana bu holatiga agar nima qilsangiz, e'tibor bersangiz, bu ham bizda nima deyapti? Bemalol shortga kirsak bo'ladi deb aytyapti. Bemalol shortga kirdik. Hozir biz necha foiz profitda bo'lardik? Mana shu yoqda agar kimdirga market struktura, men uchun market struktura, ya'ni indikator ikkinchi o'rin men uchun, market struktura вообще-то bozorda holati bu birinchi o'rin turadi. Texnik analiz. Shuning uchun mana bu yoqdan men kirsam ham, hozir mana kirdim ham, mana bu yoqda chiqib ketdim. Men uchun bu ya'ni 1,74% profit olib keldi. Men ko'p bilan emas, 25 bilan kirdim, 34% bo'ldi, yopdim. Bu yomon pul emas. Misol uchun $1000 bilan kirsangiz, $340, $350 bor degani. Endi hozir mana yarim soat, 1 soatda ichiga topgan pulingiz. Bu kimdirlar uchun O'zbekiston sharoitida pashti 1 oyda yo bo'lmasa 1,5 oyda, 1 oyda misol uchun topadigan odamlar ham bor. 3 million, 4 millionga 1 oy misol uchun ertalab turib, kechga kelib ishlab mana shunaqa odamlar bor. Lekin mana bu yoqda yarim soatda ishlasangiz bo'ladigan pullardan biri bo'ladi. Bitta qayerdagi bir 4 tagina, 3 tagina indikatorni yoqib pul ishlash. Bu faqat talab qilinadi, ozginagina kallani ishlatish, ozginagina aql, ozginagina mehr. Bo'ldi, все, boshqa hech narsa yo'q. Xudo xohlayman bu indikatorlarimizdan foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kimda agar imminni mana shu bo'yicha savol bo'lsa, ya'ni nastroykasiga yo boshqa balobatlariga videoni qaytadan ko'ring. Eli bo'lmasam hozir tushunmay qolgan joylaring bo'lsa, bemalol savolga javob berishim mumkin.
Who got the question? Tak. Savol berishdan oldin Farhod, mana Avengers, Sardor, Said Ahmad, Jahongir aka, Islom, mana hammalaring mana qandaysizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Bir kirib ham jimgina o'tiribsizlar. Mana Davlatyor ham kirgan, mana Zafar akam ham kirganlar, mana hech kim gaplashish ham yo'q, bir suhbatlashish ham yo'q, bir sog'inmabsizlar ham. Tirikmisan, o'likmisan, yo'qmisan, bormisan ustoz? Deyish ham yo'q. Assalomu alaykum ustoz. Allohga shukr, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Zo'r, Xudoga shukr. Ustoz, o'tgan kun ovozingiz boshqacha chiqayotgandi. Tuzalib ketdingizmi? Bo'ladi, yaxshi. Yo'q, mana shu necha kundan beri mazaga ham nima bo'lmayapti. Ana bu ofisda ishi bilan-da, mana shu boraman, misol uchun u yoqqa, bunisi bu kamchiligi, keyin kech yotyapman. Keyin uxlab qolyapman, shunday bo'lyapti. Men borguncha tayyor qilib qo'yaman deb. Asaka yaxshimisiz? Gurpaqla yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zafar aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz aka? Allohga shukr. Tan-jonlaring sog'mi? Allohga shukr, zo'r aka. O'zida qanday? Alhamdulillah, Allohga shukr yaxshi. Shunaqa gaplar. Shunga kimda yana bir qandaydir mana shu bo'yicha bir savol bormi? Indicator bo'yicha. Четко bil. Hasanjon, mana shu videolar qayerdan keyin saqlanib qilsa bo'ladi? Topolmayapman men shularni ish. Sizni ana bu videolar qo'yiladigan kanalga qo'shganman Zafar aka. Topolmayapman shuni. Ish. Hozir Meni analiz bor YouTube'da. Yo'q, hozir Diamond kanaliga bormisiz, yo'qmisiz? Hozir ko'rayda. Manage channel, sizga hozir invite link, edit. Qaytadan hozir men sizga ссылкani yuboraman aka. Если hozir shunga kirasiz. Create new link qilay. Yuboraman. По-моему, nima payti ikkinchi oyga qo'shdik-ku odamlarni. Shu payti по-моему chiqarib o'rgan, Linor hammani chiqarib o'rgandi-da. To'lamaganlar hammasini chiqarib nima qiling, qaytadan qo'shaveramiz degan paytim. Ya Linor chiqarib o'rdi, по-моему, sizni hozir ko'ramiz yana subscribers. Tak, Zafar aka and user. Aka qo'shdim по-моему sizni. Bitta kanal chiqdimi Diamond deb? Keldi. Bo'ldi, mana shu hamma videolar shaqib turadi aka. Bo'ldi, gaplar. Rahmat akajon, baraka toping. Rahmat aka. Tak, bu bo'ldi. Agar kimdir misol uchun Diamond mana videolar kanaliga qo'shilmagan bo'lsa, bemalol aytishlaring mumkin, qo'shib qo'yamiz. Tak, yana kimda savol bor bu bo'yicha? Tamam, bu bo'yicha tushunarli bo'ldi, chotki o'zimda qiyin narsa ham emas-ku, to'g'rimi? Qoni bildim. Alloh rozi bo'lsin, zo'r tushunarli bo'ldi. Rahmat. Tushunarli bo'ldi, endi sanab ko'ramiz. Da, shuni ustidan misol uchun любой indikatorda ochasizlarmi, narsa qilasizlarmi? Buni boyagi tweaklarini, ya'ni misol uchun mana tweak degani nima deydi, mana indikatorga misol uchun kiryapsizmi? Mana deylik Awesome Masquerator emas, ya'ni Absolute Strange dolar. Buni o'chiradik. Buni ham o'chiraman. Mana misol uchun mana birinchi bo'ynab o'tganimizda nastroykasiga kirib, misol uchun inputga kirib, mana 15, 4 mi boshqa balobotlar bo'lyaptimi deb ersaydi. Misol uchun stochastikka qo'yapsizmi, mana bunaqa holat, misol uchun qo'rqmang, o'zgartiring. Prosta o'zi nastroykasini bir joyga yozib qo'ying-da. Siz misol uchun mana bu yerda RCI'ga kirib, bir qanaqadir bir yangicha yana bir narsa bilan mana bu yerda o'zimizni signal aytyapti. Mana bu yerda уже kiryapti signal. RCI'da e'tibor bersangiz, mana bu yoqda уже teparoqda, ya'ni kirishdi. Bu yoqda ko'rsatgan RCI'da, bu yoqda stochastikda ko'rsak, bu yoqda endi ko'rsatyapti. Buni ham nima uchun? Misol 15 ta o'zgartirish kerak bo'ladi yoki misol uchun 10 ga qo'yish kerak bo'lar, ya'ni boshqacha mana bu yoqdan o'sha mana ko'rsa. Bemalol o'zgartirib, narsa qilib, yangicha g'oya bilan kelsangiz, men ham xursand bo'laman.
u kimdir gruppadagi ham foydali bo'ladi, o'zi uchun ham. Shuning uchun indikatorlar bular hammasi bir go'r, hammasi bir xil narsa. Prosta tak o'zingiz uchun uni moslashtirishingiz kerak, o'zingiz uchun strategiya yaratishingiz kerak. Mana deylik, kimdirdan o'rganibmi, boya aytganimdek, kimdirdan o'rganibmi yo o'zingizmi, prosta o'zingiz qilganingiz, ko'p ustiga ishlaysiz, tap bu nastroy, bu ishlayverib, o'zi nima deydi? Bir qanaydir o'zingizga zo'r sharoit yaratib olasiz-da. Shuning uchun indikatorlar ustidan ishlang. Yaxshi, foydali indikatorlar bor, yo'q emas. Bunda mana shu indikatorda o'zidan ham 5 minutlik lazy ass deydi-ku, qo'pol bo'lsa ham, ya'ni ko'tiga yoqmaydiganlar deydi-ku, shunga o'xshaganlarga indikator yaxshi narsa. Mana misol uchun kimdir uchun buni buncha narsani market struktura, balo, battar buni o'rganish kimdir uchun misol uchun qiyin bo'lar. Lekin ular misol uchun o'rganib narsa qilguncha bir ancha pul baribir insonga bir motivatsiya bo'ladigan narsa-da. Pul misol uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi, pul baribir ham hayotimizda bir bo'lagi kerak bo'lgan narsa. Pulingiz bo'lsa, misol uchun birovga yordam berasiz, pulingiz bo'lmasa siz birovga qanday yordam berasiz, oilangizga yordam berasiz, jamiyatga foydasiga. Pul muhim narsa. Xo'p, buni tushundik. Shuning uchun balkim kimdandir darsni o'rgangisi kelyapti, lekin tezroq pul ishlagisi kelyapti. Shuning uchun mana shuni strategiyalarda, indikatorchalarda o'rgatyapmizki, bemalol misol uchun $10 $50 qilsa, $50, ertaga $100, $100, $1000, $10,000 ana shunaqa ko'paytirib balkim bir foyda bo'ladi. Lekin doim gambling, ya'ni qimorlashib ketmanglar. Ya'ni misol uchun haddan ziyod ko'p tikib, yo bo'lmasa mana yutyapman-ku deb yana misol uchun bir qayerdandir qarz olib ketib, yo bo'lmasa o'zlaring katta gapirib birovda aytib pulingni ko'paytirib, unaqa narsa qilmanglar. Mana shu men hali misol uchun risk management haqida alohida bir xudo xolasa mana shu 2-oydan hozir mana bu yoqda o'rgatyapman. Sizlarga aytsam misol uchun 1-oy misol uchun polni market strukturani o'rgandik, narsa qilib, bunaqa narsalarni o'rgandik. 2-oy misol uchun bir ikkita ko'pincha indikator, pul ishlash, haqiqatan o'sha kichkina time frame'larda buni o'rgatib nima qilamiz? 3-oy boyagi 1-oy bilan 2-oy o'tilgan narsalarni buni misolovkadan o'tkazib, faqat risk management boyagi pulni qanday qilib misol uchun ko'paytirish, ya'ni shu aytgan va'da berilganda misol uchun $1 1 milliongacha qilish, yo bo'lmasa qanday qilib minusni oldini olish. Men undan ko'ra sizlarga misol aytganimda 10 ta trade qilyapsizlarmi? Sizlarga 10 ta qilyapsizlarmi? Misol uchun 5 ta yutqazib yo 3 ta yutqazib, 8 ta yutyapsizlarmi? Undan ko'ra men 15 ta yutadigan qilmaydi, minusni yo'q qilaylik, ya'ni minusni yo'q qilaylik. Minusni yo'q qilgandan keyin yana nimani yo'q qilishimiz kerak? Pul yutqazishni yo'q qilishimiz kerak, minusni kam qilishimiz kerak. Yo bo'lmasam boyagi qancha pulingiz bor, misol uchun men kerak bo'lsa individualni misol uchun mana bu yoqda mana Islom Muhammad, mana Diamond Eye, Zafar aka, kim bo'lsa ham individualni menga o'ziga kimdir balkim uyaladimi, yo bo'lmasa ujum mana oiladay bo'lib qoldik, guruhning o'zida mana misol uchun men budjetim shunaqa $1000 yo meni budjetim вообще-то $500 yo meni budjetim $200, kimdir bo'lsa men budjetim $10 deyar. Yo kimdir $10,000 desa, $20,000 desa, men ber pulingni bu yoqqa demayman hech kim. Ochiqchasiga aytiladi-da, misol uchun shunga qarab, misol uchun men bir plan yaratib beraman. Ya'ni misol uchun $100 dan $1000 bo'lgan odamlar uchun qanaqadir no money management, no money deyiladi. O'zi вообще-то birinchi navbatda agar risk management bo'ynagi pulni management qila olmasangiz, bo'ldi, siz 100% trade qilavering, baribir biron kun yaxshi bir nima deydi, kirib ketishi bor bo'ynagi pullarda. Shuning uchun birinchi navbatda risk management, doim risk management, bo'ynagi money management qayta aytaman. Money management bo'lmasa, pulingizni ko'paytira olmaysiz. O'zi bilan o'zi bo'lib yurasiz. Shu 10 yil davomida pulga mana shu xaltura pul ishlab yurasiz. $200, $1000, biron omadingiz kelsa bir $1000, $400 yo bo'lmasa mayli bir bo'lmasa bir $10,000 ishlab qolarsiz. Lekin trade orqasidan siz xohlagan financial freedom yo bo'lmasa misol uchun milliard olib keladigan pul qila olmaysiz agar money management bo'lmasa. Money management bo'lsa agar siz pulingizda pul topadi, ertaga siz u pulingizdan savdoyingizni puladi-da, ertaga u puldan olib siz ertaga bir real hayotda bir uymi, bir do'konmi, bir oilangizgami narsani olasiz. Bir chetga borib yashaysiz. Xohlagan bir
o'zingizga ham, ayolingizga ham, bolalaringizga bir narsa olib beradi. Ana shunaqa bo'lasiz. Agar risk management, buni money management bo'lmasa, ana shu pulni o'zini aylantirib yotasiz. Faqat shu kunlik, misol uchun, biron kun $100 ishlagan paytingiz biron kattaroq o'zingizcha biron narsa olasiz. Yana bo'lmasa pulingiz biron kun kuygan vaqtingiz xaltushukka o'xshab o'ynagan pulimni yana ko'paytirishim kerak deb bir 2-3 kun harakat qilib, ana shunaqa bo'lib o'zini o'zi aylanib, o'zini o'zi aylantirib yotasiz. Shuning uchun risk management birinchi o'rinda narsa. Misol uchun 1 oy kerak bo'lsa, risk management bo'yicha 5 oy ham misol uchun gapirsa, o'zingiz misol uchun izlansangiz, bir 5 yil davomida o'rganib, yutqazib, narsa qilib, kolaj satib, yozib, lekin shuni 1 oyda misol uchun Xudo xolasa biz o'rgatamiz. Shuning uchun nima deydi? Risk managementni qattiq ushlaydilar. Hozirdan sekin-sekin nimani ruhni deydi-ku, mana hozir birinchi oy misol uchun bu narsani o'rgandik, hech kim savdoga misol uchun qo'ymadim. Mana ikkinchi oy misol uchun mana kichkina strategiyalarni o'rganyapmiz. Savdoga kiringlar mayli endi. Sekin chunki yutqazishlar, ko'p tikmanglarda, misol uchun yutqazsalaring ham ko'zlaring ochiladi, yutsalaring keyin o'sha risk management haqida gapirayotganimda siz keyin shuni tushunasiz, o'sha gapimni nima deyotganimda, qanaqa, nima uchun shu paytda mana shunaqa bo'lgandi, mana shunday pul, shunday kuyib ketdi u bu deb yo'llarini o'sha o'rganib boshlaysiz. Shuning uchun Xudo xolasa nima deydi, sekin-sekin kam bo'lsa ham misol uchun savdo qilib, narsa qilib, mana shu bo'yicha turinglar. Qo'rqmanglar, bemalol. $10, $20, $5mi, $3mi yo bo'lmasa kimdir agar uni ham ko'ngli xohlamasa, demo shotlar bor, ko'rsatdim. Davlat yoram aytdi. Men o'zi bilmasdim, to'g'risi davlat yor aytdi. Shu okeymi, okxmi, shunda bor deb ko'rdim. Haqiqatan ham trading nimasi bor ekan. Bo'na demo shot, shartni demo shotdan xohlasdan ishlaylar. Endi demo shotdan ko'ra unaqa emotsion sal kamroq bo'ladi, kak. Mayli, meniki emas, longa tikay. bo'ladi. Longa tikadi ekan, misol uchun longa o'xshab qolsa, to'g'ri chiqib ketadi, birdan short kirib oladi. Short ham bo'lsa, to'g'ri chiqib ketib, long. Ana shunday bo'ladi. Agar realniy pul bo'lsa, u boshqa. Игрушечные деньги, так, o'yinli puli, типа. Shunday. Qanday yo'nalish boshqa. Da. Shunga realniy pul bo'lsa ham bir $50, $100 uyni kuydiradigan darajadagi pul emas. Shuni money management qilib, bo'ynagi misol uchun bir $2dan, $5dan bozorga kirib sekin-sekin savdo qilib turinglar, kichkina xlar bilan, ya'ni 5xlarga PNL qiziqmas, u foyda olib kelmasin, iloyim milliarder qilmasin, yo bo'lmasa boy bo'lmanglar bu bilan, yo bo'lmasa u pul ko'paymasin, yo u pul iloyim kuyib ham ketsin, mayli. $100 tashab qo'yish kerak, shu bilan bozorga sekin-sekin o'rganaverlar, xatolaringni sekin-sekin yozib, nasib Xudo xolasa, o'sha oxirgi oylardan sekin oxirgi oy kerak bo'lsa, mana shu 15-20sidan o'sha 3-oygacha money management, mana bozorga kirish, xatolarni, mana shu narsalarni o'rganamiz. Shu davomida yana misol uchun yana yangi indikatorlar bilan mana ishlash, sekin-sekin mana market strukturani va'da qilingandek oxirida misol uchun algoritm bor, o'zini ishlarini ko'rsatib, shu bilan nasib Xudo xolasa tugatamiz. Kimdir agar xohishi bo'lsa, yo bo'lmasam yaxshi bo'lsa, haqiqatan o'zlashtira olgan bo'lsa, realga o'tasizlar. U yoqda realda misol uchun hech qanaqa pul to'lovi, oylik, poylik, mamlaqa narsamiz yo'q. Bir umr misol uchun fikr almashib, doimo jamoa bo'lib, Mumboisda Skriti jamoasi, ya'ni ichki jamoasi bo'lib qolamiz. Xudo xolasa, ustoz. Inshaalloh. Tak, shunaqa gaplar. Niyat bor. Hasanjon, Akajon. qarang-ku, mana boya kichkina summaga mana plecho bilan ishlashni aytdingiz. Menda hech kichkina summaga, mana kichkina plechoga ana bermayapti-da. Shunga ba'zida qo'yapman, mana 30-40x bilan. Nimaga shunday bo'ladi u? Qancha misol 5x 12 ga bermaydi-da, mana $1 yo $0.5 kirib proba qilsa. Endi $0.5 bitcoinlarga $0.5 kirib bo'lmaydi. Hech bo'lmasa $2-3-4 qilsangiz, plechoni sal ko'paytirish. Mana shuncha bo'lishi kerak deb yoziladi, keyin o'sha x ga ko'paytirib ketayotganmiz. Cross bilan. Demak, shunday bo'ladi-a? Da,
cross bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Stop lossni qo'yib cross bilan kirsangiz, u общий balansingizda isolated qilayotgan bo'lsangiz, u kichkina pul yetmaydi u Bitcoinga bir deganda yo'q bo'lib ketadi degan ma'noda yo'q deydi-da. Shuning uchun cross bilan qilsangiz, u o'zingizni asosiy balansingizdagi $100 hisobga olib, bozorga olib kiradi. Kichkina pul bo'lsa ham, $1 bo'lsa ham. Tushundim. Isolatedda crossga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men yana misol uchun endi bilmayman, to'g'risini aytsam, misol uchun $1, $2 savdo qilmaganman. Konkretni xabarim yo'q, lekin ko'p kishini ko'ryapman gruppamizda $1-2 bilan kiradiganlar bor. Kimdir bilsa, gruppaga tashlaylar, bir yordam beringlar bir-birlaringga. Men to'g'risi $1-2 eslolmayman, yettasi. Eng kam misol uchun bir prikol o'yin uchun ham misol uchun bir $15-20 qilishim mumkin. Yo'q, unaqada qilish kerak. Summani hozir 30-40x deyaptilar-ku, x kamroq olish kerak. X katta bo'lib ketadigan bo'lsa, balansdagi puli уже yetmay qoladi-da. Iloji boricha anaqasini x kamroq olsa, o'sha xohlagan 10 sent bilan, $1 bilan ham qilsa bo'ladi. X hozir 30-40 qilgani uchun yetmaydi. Kamaytirish kerak shu narsa. Shu x'larda kamroq qiling, x'larda kamroq. Keyin esa katta u 5 10 maksimum 10x qilib ko'rish kerak. O'shanda $1-2 bilan ishlasa bo'ladi. Da. O'zim shunaqa qilib ko'ring. Yozsa o'zim tushuntirib olaman bo'lmasa. Shunda mana Diamond Ayga yozinglar. Diamond Ay xabari bor, ancha narsani biladi. Ya bo'lmasam gruppaga o'ziga yozing yoki bo'lmasam lichkasiga yozsanglar, bemalol farqi qayerda qaysi udobni bo'lsa ham. Keyin ana bu. Shu. Xayrlasak bo'ladi. Zamir erta ofisga boraylikchi, qanday gap ishlarimiz bor. Mayli, rahmat hammaga, kunlar xayrli bo'lsin. Happy trading kunlaringga. Omad ishlaringga ro'bot. Rahmat, Qo'ylar. Sog' bo'linglar.